eslab sog'inaman. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kuzatuvchilarim, azizlar. Bugun fikringizga hayotimdagi bir kun, balki 5 soniya, lekin bir umr qalbimda samimiy ilk fikr qoldirgan uchrashuv haqida so'zlab beraman. Yoqub Ahmedov, hayotiy hikoya. Men yoshligimdan teatrlarga borib, dramaturg yozgan pyesa yoki asarlar, aktyorlar ijrosi, sahna va dekoratsiya, kostyumlar, musiqa, yorug'lik va rejissyorlik elementlarini tomosha qilishni yoqtiraman. Ular birlashib tomoshabinga his-tuyg'ular, o'zini anglash, saboq va xulosa, ruhiy va ma'naviy tajriba, madaniyat va did hamda muloqot va hamdardlik. Qisqa qilib aytganda, teatr insonga qalb tarbiyasini beradi. O'zbek teatr va kino aktyorlaridan biri, buyuklar ustozi deb ataladigan Yorqin Shukur Burhonovning tiriklik vaqtlarida O'lmas Umarbekovning Qiyomat qarz nomli spektaklda o'ynagan Sulaymon ota obrazi meni o'zbek san'atiga mehr qo'yishga, uni chuqurroq anglashga undagan va teatrga bo'lgan qiziqishim hamda hurmatim yanada oshgan edi. Bundan tashqari, O'zbek Milliy akademik drama teatrida spektakllarni tomosha qilishda men uchun yana bir qadrli va aziz tomoni bor ediki, bolalik davrim, ya'ni 10 yoshimgacha bizning oilamiz Toshkent shahrining Hadra hududida yashaganligimiz bois aynan shu hozirgi teatrning sal yuqorisida bo'lgan mahallada o'tgan. Toshkentda 1966-yilda bo'lgan zilzilada uyimizga katta shikast yetmagan va qulamagan. O'shanda mahalladagi asosan barcha uylar, hovlilarning qo'rg'on devorlari buzilib ketgan edi. Bu joylarning azizligi mening eng baxtli bolalik yillarim ota-onam bag'rida, bir butun oila qo'rg'onida o'tganligi hamda hozirgi vaqtda bu joylardan yurganimda, zilzilani hisobga olmaganda faqat yaxshi xotiralarimni yodga soladi va ota-onamga bo'lgan hamda beg'ubor bolaligim sog'inchlari bir oz bo'lsa-da taskin topadi. Hadra bekati va uning 10 yonidagi ko'chaning boshlanishi hali ham o'zgarmagan. Bu joylarda ota-onamni izlarini ko'raman. Shu ko'chadan uyimizga borishimni va do'stlarim bilan quvnab, chopqillab o'tkazgan vaqtlarimni yodimdan chiqara olmayman. Hozirgi vaqtda yuqoridagi ko'chalar va mahalla hududlari albatta o'zgarib ketgan. Zilziladan oldingi yillarda teatr binosi o'rnida Vatan kinoteatri binosi bo'lar edi. Hovlimizga juda yaqin. Bir so'z bilan aytganda, bir qadam bo'lganligi uchun yoshlik paytlarimizda biz opalarim va o'rtoqlarim bilan tez-tez, balki kun orasida ham shu kinoteatrda filmlar tomosha qilgani tushar edik. Keyinchalik bu joy Hamza teatriga aylandi. Men o'zbek teatr va kino aktyorlari tomonidan yaratilgan pyesa va spektakllarni ushbu maskanda ko'rar edim. Bu teatrda haqiqatdan iste'dodli san'at namoyandalari, kuchli aktyorlar faoliyat yuritishgan va ular tomonidan ijro etilgan obrazlar hamda dramatik asarlar muxlislar tomonidan mazza qilib tomosha qilingan. Bir yili men dugona Ma'rifatxonni Hamza teatriga taklif qilganman. O'sha davr 2008-yilning 28-aprel kuni ekan. Sababi turmush o'rtog'im surat orqasiga sanani yozib qo'ygan ekanlar. Ularning shunday odatlari bor edi va albomimizdagi barcha suratlarga sanani qayd etib qo'yganlar. O'shanda dugonam bilan teatrda spektakl boshlanishini foyeda kutib turgandik. Ichkaridan Yoqub Ahmedov chiqib keldilar va odamlarga qarab sekin-sekin qadamlar bilan foyeda aylanib yura boshladilar. Men ularni birinchi marta sahnada emas, hayotda ko'rib turardim. Negadir ular bilan rasmga tushishni o'ylab qoldim va dugonamga
Yoqub Ahmedovdan iltimos qilib, birga rasmga tushaylikmi deb so'rab, yo'q demasmikinlar dedim. Dugonam ham mayli dedi. Shunda Yoqub Ahmedov biz tomonga yaqinlashib, yonimizdan o'tib ketayotgan edilar. Ular bilan salomlashib, hijolat bo'lgan holatda ulardan bizlar bilan birga rasmga tushishga ruxsat so'radim. Ular ham bizlar bilan salomlashdilar hamda bizni oldindan taniydigan insonlarday munosabatda samimiy tabassum bilan mayli dedilar. Bu kun bizlar uchun unutilmas bir kun bo'lgan. Chunki o'zbek teatri va kinosida o'chmas iz qoldirgan ustoz san'atkor Yoqub Ahmedov bilan yuzma-yuz uchrashib, u kishi bilan rasmga tushish baxtiga muyassar bo'lganman. U paytda oddiy bir suratga tushgandek tuyulgan bu lahzaning qadrini to'liq his qilmagan bo'lishim mumkin. Lekin yillar o'tib, o'sha rasmga qayta qaraganimda, bu oddiy surat emas, men uchun katta ma'noga ega xotiraga aylandi. Biz Yoqub Ahmedovga rahmat aytdik. Ular bizga hurmat bilan teatrga ko'p kelib turasizlarmi deb so'radilar. Men imkoniyatim va bo'sh vaqtlarim bo'lganida kelib turishimni aytdim. Biz suhbatlashib turardik-ku, lekin ularda hech qanday manmanlik yoki boshqalarni mensimaslik, kibrli holatlarni ko'rmadik. Aksincha, biz bilan bo'lgan suhbat paytida oddiygina, kamtarin, xuddi oldindan bizlarni yaxshi taniydigan inson hamda muxlislarni hurmatini qadrlaydigan samimiy do'st kabi edi. Bu uchrashuvga 5 soniya ham ketmadi. Lekin men dugonam bilan Yoqub Ahmedovning insoniy fazilatlaridan xursand bo'lganmiz va haqiqatdan ham o'zbek xalqining shunday haqiqiy san'atkori borligidan, biz bilan suratga tushganlaridan shodlandik. Kayfiyatimiz ko'tarilib ketgan. Samimiylik va xursandchiligimiz rasmda ham yaqqol ko'rish mumkin edi. Yaxshilik, go'zal xulq va poklik iymondandir. Bugun o'sha esdalik rasmga qaraganimda, men faqat bir inson bilan tushilgan suratni emas, balki o'zbek teatri tarixining bir parchasini oilaviy albomda saqlab turgandek his qilaman. Bu fikrlarimni sizlarga yozishimdan maqsadim, ularning yorqin xotirasi nafaqat oilasi va yaqinlari qalbida, balki yuzlab, minglab oddiy muxlislar qalbida ham unutilmas bo'lib qolgan bo'lsa ajab emas. Har bir inson vaqti kelganda hayotni tark etishi bu haqiqat va insonni boshida bor. Ammo hamma insonlarni ham yaxshi fazilatlari bilan eslanishi qiyin. Ommaviy axborot vositalari hamda YouTube kanali bo'yicha efirlarga berilgan ko'rsatuvlar orqali Yoqub Ahmedov vafotidan so'ng ularning hamkasblari, shogirdlari tomonidan bu insonga nisbatan faqat va faqat yaxshi fikrlarni eshitganligim hamda menda tasodifan bor bo'lib qolgan ushbu surat tarixi bu hikoyani yozishimga sabab bo'lganini aytaman. Dugona va men Yoqub Ahmedovning xarakteri, insonlarga bo'lgan muomalasini umuman bilmaymiz. Lekin ularni tanigan, bilgan va bir umr yonlarida bo'lgan hamda birga ishlagan hamkasblari tomonidan aytilgan ijobiy fikrlar naqadar to'g'ri ekanligiga ishonaman. Chunki bizlar bir tanimagan oddiy tomoshabin bo'lgan insonlar tasodifan ular bilan soniyalarda uchrashganimizda bizni hurmat qilib va biz bilan juda e'tiborli muomalada bo'lganliklarining o'zi aytilgan yaxshi fikrlarning isboti emasmi? Haqiqatda bizlar yonimizda oddiygina kamtarin insonni ko'rgan edik. Tilagim ularning ruhlari shod bo'lsin va oxiratlari obod bo'lishini tilab duolar qildim. Yoqub Ahmedov bu dunyodan o'tgan bo'lsa-da, u kishi yaratgan obrazlar, aytilgan so'zlar va qoldirgan ma'naviy meros hali uzoq yillar xalq bilan birga yashaydi. Bu xotira men uchun har doim katta hurmat ramzi bo'lib qoladi. O'z navbatida yurtimizda halol mehnatlari bilan birga
keng, sabrli, beg'ubor qalblaridan xalqimizga xizmat qilayotgan san'atning barcha sohasidagi fidoyi ijodkorlarimizga mashaqqatli mehnatlari natijasida katta hurmatga sazovor bo'lishlari uchun ularga kuch-quvvat, sog'liq tilayman. Kamtarin, komil va iste'dodli insonlarni xalq albatta tan oladi va e'zozlaydi. Dunyo hisobli bo'lganidek, yaxshilik yaxshi-da azizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Hikoyamni yakunida fikringizga Dunyo yig'lasin nomli she'rimni havola etmoqchiman. Marhamat. Dunyo yig'lasin. Vaqt beshafqat olarkan boring, yillar yilga ulashib o'tar, kutmas ekan omonat joning, soniyada tark etib ketar. Hayotingchi ko'zingni ochib yumguningcha o'tib ketarkan, asta-asta g'aflatga solib oltin yoshlik davring o'tarkan. Hammasidan kechib bir lahza uzun-uzun o'yga tolarsan, bor-boriga bir qarab ortga yashayman deb to'lib tosharsan. Bitmagan bu ishlarni tez-tez tamomlashga shoshib qolarsan. Axir aytgin, endi majolsiz qayergacha chopib borarsan. Kimdir daryo kabi oqadi, kimlar olov kabi yonadi, kimlar odamlar bu dunyoga kelib ketadi. Bo'lay inson, odam bo'laylik, bizlar ketsak dunyo yig'lasin. Takror kelganda bahor, biz yaratgan bog'lar gullasin. Ezgu amal qilaylik har on, bizdan qolsin yaxshi nomimiz. Eslasalar bormiz begumon, gulga to'lar yotgan joyimiz. Aziz obunachilar, taqdim etib borayotgan she'rlarim hamda hayotiy hikoyalarim sizlarga manzur bo'layotgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, like qo'yishingiz menga katta motivatsiya beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana efirlarda ko'rishguncha xayr, o'zingizni asrang.